Endi anjir yegim kelyapti. Sen mani yegin, ha, mani yegin. O'z homilador bo'lganiga 2 oy bo'ldi, lekin bir vagon narsani yeb tashlading. Men emas, bola xohlayapti. O, mahluqcha, sen o'zingning nafsing bilan bolaning nafsini adashtirma. Alo, oyijon. Men bu bemehr o'g'lingizga bir oydan beri anjir olib keling desam, olib kelib bermayapti. Anjir yemay har balo bo'lgur. Tushundingmi? Hozir anjirroq keladi. Keyin sen bilan lokma-lok gaplashaman. Bu davr mezza davrda. Menga unaqa qarama. Bu qarashing juda tanishda. Shu paytda bitta sushi bo'lsa, ketardi-da. Sen bir kun yorilib o'laysan. Nafsing bor-ku, molligiday. Oyijon, shu uyda meni qadrim bitta sushichalik bo'la olmadi. Sen bu dunyoning odami emassan. Bu dunyoda неожиданно tug'ilgansan. O iplas 20 martada ortiq olib kelib berdim. Yana nima qilay? Oyijon qo'yib qo'ydi-da. Qaytib qilaymi? Gapingiz bormi? Alo. Ha, oyijon. Bo'ldi. Olib beraman. Zapchonnisidan bo'lsin. Hali bola tug'ilsin, sen bilan gaplashaman. Nima qilasiz? Yana bitta tug'asan. Короче, kelishingizda 5 six sochniy shashlik bilan 2 ta kapchoniy baliqni olganingizdan keyin svejiy, dirkillagan uzum olib keling. Yo'q, aytishardi. Ayol kishi homiladorlik vaqtida eng chiroyli davri bo'lar ekanda, lekin sen homilador bo'lgandan keyin eng qo'rqinchli davring bo'lib ketyapti. Iplas ekansan. Dadasi, bizda hozir neobычный davr. Aytmasam o'lib qolishim aniq. Xullas endi tillani tuzga botirib yegim kelyapti. Xotin, seni qorning kattalashgani sari bori, mana miyang kichrayib ketyapti. Oyijonga aytsam, baribir olib berasiz. Miyasi chirib ketibdi. 50 gram tilla olib kelsangiz, kechga bir o'zincha qilardik-da. Sana mana miyang bilan nafsingda bor-ku, nosozlik bor. Sen bilan do'konga emas, ustaxonaga borish kerak. Hozir aytmasam, yorilib bo'laman. Srochniy yetib borishim kerak. Dadasi, cho'qinadigan bitta iltimos bor-da. Ha, Bugun sinfdosh qizlar o'tirishyapti ekanda, erlarni hammasiga ruxsat beribdi. O'shanga mana borib kelay, 2 soatda kelaman. hech qayoqqa bormaysan. Xo'p bo'ladi. Danu. Xo'p bo'ladi dedimi? Umrim. Kaybettim kendimi. Uyda xo'jayini menman. U menga xo'p bo'ladi dedi. Bu gapdan keyin bori sigaretam tepmayapti-da. Tfu senga. U menga xo'p bo'ladi dedi. Qanday kay. Sal sasyapti-yu, lekin yomon kayt. U menga xo'p bo'ladi dedi. Chunki men uyni erkagiman, uyni boshlig'iman. Xotin bo'ldi. U xo'p bo'ladi dedi. Uyni erkagi menman. Umrim. Dadasi, oynalarni ochib xonalarni shamollatib olmasangiz bo'lmaydi-da. Menimcha sal ko'proq chanvordingiz. Men uxlayotgandim. Ha, sezilmayaptimi? Sen menga boya xo'p bo'ladi deding-a? Qachon? Axir meni slovarimda bunaqa so'z yo'q. Boyagina aytding-ku, mashg'ulotlarim bilan eshitdim-ku. Ko'p uyqusiramang. Men qayerdan bilaman? Boydan beri umrim deb yotibsiz. Kamroq turk serial ko'ring-da. Men ham bunchalik ko'rmayman. Xullas, dugonalarim bugun o'tirishyapti ekan, o'shanga ketyapman. Shuni aytgani kiruvdim. Hech qayoqqa bormaysan. Boraman. Kecha o'zingiz ruxsat bergansiz. Ha, keyin rostdan ham salimda oynalarni ochib xonalarni shamollating. Ko'zlarim nimagadir achishib, yoshlanib ketyapti. Ha, voy alkash. Ichib olib hamma narsaga dabro beraverma deyman, 1000 marta aytaman. Yaxshi-ku. Kimdir piyoz yeganda. Fireball.
Dedajon, menga nima olib keldingiz? Hech narsa olib kelmadim ona qizim. Oyi, qarang, eris keldi. Nima? Assalomu alaykum, Otabek aka, yaxshi keldingizmi? Nima olib keldingiz? Shimildirak ham olib kelgandim. Nima man senga har kuni narsa olib kelishim kerak? Oyjon, qarang, o'g'lingiz keldi. Nima deydi bunisi? Men musor to'kib keling. Shu oxirgi paytlarchi musor to'kishdan boshqasiga yaramay qoldingiz. Salom, Tomi ketgan bugun. Puling bormi yo'q qiziqmasa, aloyligim tushsin senlar bilan lopalop gaplashaman. Sarqipshi. Bo'ldingmi? Yo'q, hali salonga kirib chiqishim kerak. Turishimni qarang. O, bir soatdan keyin to'y kech qolamiz. 15 minut bersangiz yetadi. To'shlaymi? Точно. Ha, bo'pti, yurib ketdik. Tezlash. Otabek aka, hozir 15 minutda chiqaman. Faqat tezlash, tushundingmi? Bo'pti, hop. Turing. Hop. Salonga cho'milyaptim. Lekin 15 minut deganda 1 soat bo'lib chiqmayapti-ku. Bo'ldingmi? Hozir 5 minut hozir kirdim-ku. Tezlash. Chiq. O'lib qoldi-yu. Men qarab bo'ldingmi? 2 soat bo'ldi. Otabek aka, ketdikmi to'yga? To'y? Qanaqa to'y? Yo'g'azda bo'lyapti-yu. 15 minutda 6 soat ketdi, tushunyapsanmi? To'y tugadi o'sha. Kelin-kuyov ketdi. Chemaldiqda o'sha ular. Haligi anavi tur oldinga tash. Voy, xo'p. Sandaqa salon kiradigan. Ota, men keldim. Zari? Va Zari. O, Zarnigor, men keldim, ey. Bu faqat serial ko'rib yig'lar ekansan-da. Bu aktyorlarga darrov o'lib qoladi. Bo'ldi, xotin, siqilma. Oy, men qara. Yaxshisi kallani kallaga qo'yib bir marojniy yemaymizmi? Yo'q, pulimiz yo'q-ku. Oylik oldi. Oylik oldingizmi? Yaxshi-chi. Kallani kallaga qo'yib, bittadan pivo ichmaymizmi, ha? Nima dedingiz? Nima? Pivo?